Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, yurtdoshlar, biz kuzatuvchilar. Toshkent viloyati Quychirchiq tumani Abay Mufida mana shu xonadonimiz sotuvga qo'yildi. Xonadonimizni umumiy maydoni 24 sotiq. Shundoqqina darvozaxonasiga kirib kelaverishda mana shunday suv oqib turadi. Bu suv qishin yozin to'xtamaydi. Bu bir to'da baliqlar o'tib ketdi bor. Baliqlar bor ekan bu ariqda ham. Toshkent shaharga 55 kilometr, adashmasam Food Cityga 65-70 kilometr chiqadi. Yana kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, Telegramda yozsa, lokatsiyani tashab beramiz, aniq manzillarni ko'rsangiz bo'ladi. Kiraverish qismida bemalol 4 ta mashina sig'adi. Bu xonani ombor sifatida foydalansangiz bo'ladi. Chap tomondagi asosiy binosida 3 ta yashash xonalari bor. Xonalarga bemalol kirib yashaydigan holatda. Endi baribir anchadan beri bu yerda odam hech kim yashamaganligi sababli chang bo'lgan o'shalarni tozalab tashab bemalol kirsangiz bo'ladi. O'ng tomondan boshlasak. Bu tomonda bitta xonasi bor. Vremenkasi, gaz, svet, suv bor. Xonadonimizni hozir narxini aytib ketaman. 24 sotuq bu xonadonimizga so'ralayotgan hozirgi kunda boshlang'ich narxi 25 ming AQSh dollari. Ko'p emas, ozgina kelishadigan joyi bor. Xat hujjatlar hammasi joyida. Yozgi oshxonasi, hammomi, tanir o'choq, molxonasi, hojatxonasi, bu yoqda endi qo'yxona, yemga qo'y boqib qo'chqorlarni tashab qo'ysangiz, o'zi qo'chqor boqqan menimcha. Qo'chqormi? Xonadonimizni mana shu joyda tugallanmagan qurilish bo'lgan. Ba'zi bir sabablarga ko'ra oxirigacha tugallanmagan. Xonadon egasini o'zi shu joyda buqa boqaman, buqa yemga qo'yib boqaman deb qurgan ekan, shu tugamay qolib ketgan. Hozir yashash xonalarining ichini bitta qisqacha ko'rsatib chiqamiz. 3 ta xona edi. Gaz bor, svet bor, suv bor. Ichimlik suvi mana xonalari yaxshi holatda, ham kattagina, muzdekgina zal ekan. Ancha konditsioner ham kerak emas bu yerga. Xonalari yaxshi holatda, kelib bemalol yashaydigan holatda. Ichimlik suvi 150 metr yetib kelmagan bu yerga. 150 metr bu yoqqa tortib olsangiz bo'ladi ichimlik suvini. Mana bu tomonni buqa boqaman deb joylarini boshlab qo'ygan-u, ba'zi bir sabablarga ko'ra tugamay qolib ketgan. Kimdir oladigan bo'lsa, xudo xolasa o'zingiz davom ettirib buqa boqsangiz bo'ladi. Endi xonadonimizni ekin ekish maydoniga keladigan bo'lsak, ekin ekish maydoni to'g'risini aytadigan bo'lsak, o daraxtlardan chegara, daraxtlargacha borib hisoblaydigan bo'lsangiz 80 sotiq chiqadi. Lekin sotuvda 80 sotiq emas, 24 sotig'i. Hozir 24 sotig'ini qatdan chegarasini men ko'rsataman. 24 sotiqda chegarasi mana shu yerdan, mana kadastr xodimlari kelib mana shu yerdan chegara qoqib ketgan ekan. Mana shu to'g'rani uy turibdi. Shu yergacha, bu tomonida ancha daraxtlargacha ancha joy bor. Shu joylarni ham qo'shib hisoblasa 80 sotiq bo'ladi. Lekin 24 sotiqdan tashqarisida qarorlari bor, faqat qog'ozda 8 sotiqdan bu tomonni ham qo'shib oladigan bo'lsangiz agar 31 ming AQSh dollari bo'ladi. Yo, bu yog'ini ham qo'shib olaman, gaplashamiz. Xatlov kelganda bu yog'ini kadastrini o'zim qildirib olaman deydigan bo'lsangiz, bu yog'ini ham gaplashsangiz bo'ladi. Yo, faqat 24 sotiqini o'zini olaman deydigan bo'lsangiz, 25 ming AQSh dollari yana ozgina kelishadigan joyi bor. Ekin ekish maydoni sug'orish uchun mana shu yerdan to'g'on qilingan. To'sasiz. Bu yoqdan suv ko'tariladi.
Mana shu yerdan ketdi bu yoqqa suv. Xonadonimiz yaxshi joyda joylashgan. Chorvachilikka juda zo'r joy. O'sha daraxtlardan keyin bemalol mol boqadigan joylar. Ana akamiz ham chegara qilib yuribdi. Hozir bu ekin ekish maydoniga bug'doy sepilgan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like bosib, podpiska bo'lib qo'yinglar.